Qolarkan. Sho'raydi. Hayvonmi? Unutdimi? Unutdimi shuda? Ya, onun için 600 kilometre. Qog'ozga. Mol yaxshi kuchaynish pasayib bo'pti. Azdan kuchaygan ushlab turay. Asıl beken bir tüke qo'yaveram. Ha, qo'y. Siz kallan o'linmaydi. Qo'li ko'rinadi xolos. Ha, Yapatırlar unda. Amerika ko'radi bizni. Bu için tozalaydi. Ya, Eng zo'r dori. buni necha kun qilinadi? Bir marta qilamiz bu. Bu yerda bitta narsa borki, yirtilmaganmi nima? Bashidon devorda. Yirtilmaganmi? Hı. Qadam bilan. Tashqariga chiqib ketgan Rasulbeyga Bashir. O'shanda yirtilmaganmi deyman, yirtilsa bitish qiyin bo'ladi. Unisini to'g'risi bilmaymiz. Mayli, tavakkal. Ya, bachadon yirtilsa bilinsa kerak, ha? Qonadimi? Hı? Bachadon yirtilsa qonadimi? Bir qara to'xta. Qora ko'ryapsizmi? Qora chiqishi. Qora u o'ta yomon degan. Şimdi ozgina chidab tursan. Shunaqa bola bilan katta chiqadi-ku. Molni kuti bor-ku. Ham ishi jihuniga ketarkan, bu hayvondan bahar ketarkan. Qorayib Yo'q, qora emas, katta bo'larkan. Nima? Kutidan tushadi endi. Ishimi? Ha, O'sha bozorni o'rab turgan choparda. Ishini sop olinibdimi? Qaramadingizmi shuni? Bilinmayapti, irib ketganda. Irib ketib, ana o xalta-paltalarga kirib olgan. O'shada ish ko'rsatyapti. Yo'qmi, hadiga olganim, uni tozalab oldim deb Rasulbey aytdi. aka bozor olib ketganmizni sekin chirib chiqib ketdimi? So'rilib ketadi. Mana qara qop-qora chiqibdi. içini dolduruyordu. Oğrut. Ikki suv. Suv? Mana shu yuylik. Suv qaynadirmi? Suv Bor suv. Ana o'rnidan shu. İpek kerak? Saryodan boshqa hech nima islatma. Ha, shu sari. Sari erib ketadi, mashinada olib yuradi. O'g'ri kuttamda qanaqasi chiqyaptimi u? Aynı o'zini ichida emas. Ha, bu sari vaqtga kelguncha ketyapti. Ha, ket. Mana suvdan, mana yo'q-da. Suvda aytib ketadi Murat, mana bunday ot qolibdi. Yo'q. Qiynaldi yana bechara. Olma. Ki bu qo'yib qo'yadigan birinchi kundan qorachoq bor-ku. Moli qorachoq mana shuncha mana. Katta ketdi. Yo'mosh qizi. Nimaga qildingizmi? Yo'q, mana uni sivitda qayda? Yo'mbosh qizi. Yo'q, mana uni sivitda managa botyapti. Kuyib. Xudo xolis. Nima qilish kerak? Qara. Shu git qara. Tushib ketdimi? Yo'q, qarab yo'q. Ulan mo'liman buqa talab bo'lib qolgan shi. Buqa bor-ku. Qayda? Islom ham sotib yubordi buqasini. Ikkita akasini kelib chiqib keladi. 5-6 kun yaxshi kunjirani yuvdi. Voydod deyish boshqa. Katta narsami, nima edi o'zi? Qaychi go'shtni qisqa. Qo'l to'piladi. Pinset. Shu emasmi? Sherjo. Materialda nima degan? Apkanda. Yo'q, nima? Mana ushlab turadi bu. Tikilganku Jamolxon. Tash tikilganda ham mol kuchongan, tikilgan orasidan chiqib ketyapti-yu. Bir. Mana. Endi xudo xolasa yaxshi qolar. Manda qo'yib tikiladi. Mana ham endi shuni demoqchi edim. Sababi kuchanganda mana yirtib olish mumkin. Shu tutda bizda olgan. Shu narsani qo'ysangiz mol kuchanganda uni yitilmas ekanda-ku ta. Nima, ip tugib qo'yiladi. Qalinroqda endi bu, qalin narsa. Tasavvur qiling, buni kesa olmaydik, mana kesmaymiz. İp kesiladi. Chirishib ani kutiga ham ziyon yetkazmas ekanda. Molga narkoz qo'ygash kerak indamaydi shunda. Qayga qimirlading deganda. Bu narkoz emas, ursa kalta ta'sir qilmayaptimi? Urmaydi, chiroyli. Turmayapti-yu. Aka, siz Ana chotanaga yerilgan bo'lishi ham mumkin, chotanaga. nima ekan? Shunisi doktor ipmi?
Qanaqa tikka asli? Qizil ipdi. Aşağı oddiy o'zimiz uyda qizil ipdi. O'zi ip uzilib tushib qolsa kerak a? Yo'q. Uzun. Qirqib tashlaydimi qanchadir vaqtda keyin. Doktor boshqacha tikyaptilar. Sizlar paypot tikkansinga tikib qo'yibsizlar. İyi deganimizda. Yanami yo'q bo'ldim doktor. Doğru. Ma o'zimcha boyagi nasib kelib. Silgi severdi. Bu nimasi yo'q? Şey ham qorayib qolgan ekan a? Aşından. Antibiyotikni qilindi, og'riq qoldirishi bo'ldi. Endi yana bitta turmayotganiga sabab yana boya qiynalib qanday tortgan eding, chotdagi payli cho'zilib yo qirq deb ana bo'lib qo'yadi. Mana shunaqa. Ozgina turib. Futbol o'ynaganda ebetimiz og'rib qolsa o'sha kuni bilinmaydi. Ertagindan Hı? seydimi? Xuddi shu bundan. Endi buni ko'pchilik bo'lib bo'lsa ham turgizib endi ish tushmagan mol bu.